Ko'rgazmada 22 nafar fotorassomlar shubasi a'zosi va 79 nafar havaskor fotograflarning 300 dan ortiq fotosuratlari namoyish etilmoqda. Taqdim etilgan asarlar orasida faqat o'zbekistonlik ijodkorlar emas, balki Amerika Qo'shma Shtatlari, Mongoliya, Rossiya va Isroil davlatlaridan yuborilgan asarlar ham mavjud. Ko'rgazmada zamonaviy fotografiyaning turli yo'nalishlariga oid suratlar jamlangan. Unda inson ruhiyatiga oid portretlar, sport jarayonlarining muhim lahzalarini aks ettirgan kadrlar hamda hayotiy voqealarni yorituvchi reportaj fotosuratlari o'rin olgan. Manzara asarlarida esa tabiat voqeligi aniq tasvirlanish bilan birga mualliflarning hissiy qarashi, kayfiyat va badiiy talqini ham yaqqol namoyon bo'ladi. Bugun mana shu guvohi bo'lib turganingiz ajoyib ko'rgazmada men O'zbekiston Badiiy akademiyasi Badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi fotorassom sifatida qatnashmoqdaman. Mana shu bag'rikenglikni tarannum etuvchi asarlarim mana shu ko'rgazmadan o'rin olganidan juda ham xursandman. Mana shu O'zbekiston bag'rida 16 yildan beri fotorassom sifatida, jurnalist sifatida ijod qilib kelayotgan bo'lsam, 30 dan ortiq shaxsiy foto ko'rgazmalar o'tkazdim, lekin baribir har bir ko'rgazmada o'zgacha bir hayajon bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda rang-barang asarlar qo'yilgan. Har bir ijodkorni o'ziga xos olami fotosuratlarda aks etgan. O'sha o'zbekona milliy qadriyatlardan tortib, o'sha baynalminal millatlar orasidagi do'stlikni ifodalovchi rang-barang suratlar o'rin olgan va men ham mana shu 3 ta asarim bilan qatnashmoqdaman. Bular mana shu Bo'stonliqda olingan ishlarim, Tojik Milliy madaniy markazini tasvirga olish jarayonlarida bu ishlarni yaratganman. Suratlar voqelikni aniq aks ettirish, mazmunni to'liq yetkazish va badiiy ifodaga e'tibor qaratgan holda tanlangan. Shuningdek, kompozitsiya, yorug'lik va muallifning ijodiy yondashuvi hisobga olingan. Agarda suratlar badiiy kengash ko'rib chiqqanda bizning nizomimizga to'g'ri kelmasa, biz uni o'tkazmasligimiz haqqimiz bor. Bu ko'rsatishdan oldin bizda badiiy kengash obdan ko'rib chiqadi. Chunki biz bu suratlarni mohiyatini, madaniyatini hamda ahamiyatini yuqori ko'rsatishimiz kerak. Yilda bir marta bo'ladi. Rassomlar madaniyatini ko'tarish uchun. Chunki bu yerda bizda har doim aytamizki, o'zbek milliy fotografiyani ko'tarish kerak, madaniyatini ko'tarish kerak deb hammaga bir jar solamiz, lekin uni bir qanaqadir nuqtadan siljitish uchun mana shunaqa ko'rgazma qilinadi. Ushbu ko'rgazmada taqdim etilgan ishlarim orqali milliy o'zbek liboslarining go'zalligi, o'ziga xos ritmi va boy madaniy merosimiz qanday jonlanishini tasvirlashga harakat qildim. Asarlarimda O'zbekistonning milliy an'analari, rang-barangligi va estetik jozibasi aks etadi. Mazkur ishlarimning nomi O'zbekiston milliy an'analari ritmlarida bolalik deb ataladi. Turli avlod va turli ijod maktablariga mansub mualliflarning ishlari bir joyda jamlanib, fotografiyaning doimiy rivojlanishi va zamonaviy yondashuvlarning uyg'unligini namoyon etdi. Har bir ijodkor o'ziga xos qarashlari bilan vizual madaniyatni boyitadi va fotosuratning ifoda imkoniyatlarini kengaytirishga hissa qo'shadi. Zokir Mo'minov, Jaloliddin Sayriddinov bugun dastur uchun.